Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd, biz bugün Arab harflarining ya harfi bilan tanışırбыз. Ya harfi bizden şulay alda harfler kebek yumşak harflerden. Yani ko'ra ul fatha, kasra, damma bulganda da yumşak okula. Mesela bizde bunda ya, i, yu, ya, ay, yu deb o'quv endi xato bo'ladi, durust bo'lmaydi. Harfni endi biz o'qilishini durust o'qimagan bo'lamiz. Anisha etib, yumshoq etib o'quv tegishli ham durust. Ya, i, yu. Hozir endi biz so'zlarni o'qib ketirmiz. Anari tag'in bir yaning o'zinchaligi bor. Nabit endi ul boshda yozilganda ya harfi, o'rtada yozilganda ikki nuqta bilan yoziladi. Ya harfi ikki nuqtali boshda, o'rtada. Lekin ko'p vaqtda shulay arab bosmasida endi mushafda, Qur'onda deganda shulay arabcha so'zlar yozilganda, arabcha kitoblarda endi odatda oxirga kelganda yaning ikki nuqtasini qo'ymaylar. Shunga ko'ra bunda qovushib qolirga kerakmi? Shulay bizning endi ya harfi bo'ladi. Agarda mana shunday shumish kibig'rak bo'lar ekan, ikki nuqtasi yo'q ekan, bizning shulay ya harfi bo'ladi. Qo'y bir vaqtda endi ikki nuqta bilan da qo'yalar ani. Ikki nuqtalimi, ikki nuqtasizmi agarda shunday shumish formasida ekan, butun bir nima bunday harfda yo'q, u bizning ya harfi bo'ladi. Ya. Ya, i, yu. Ha, o'qiymiz ay. Bizning fatha, hamza, alif, hamini sakinli ya harfi. Ay. Ay, mu. A. Nasıl endi sakinli biz öğreneten ya harfi, bu mim. Ay, mu. Ay, mu. Zeytu. 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 Ul bizning arab tilinden, tatar tilinden moy deb tarjima etiladi. Ruscha aytsak maslı. Nega zeytun moyi deylar bit endi bizda. Zeyt. Shundan olamiz zeytun moyi. Ham shulay butun tillarda nega moy bo'lmasin oltiga. Simanka moyimi anda, sıyır moyimi, butunsi arab tilida zeyt deb ataladi. Zeyt. Zeyt. Shunga ko'ra esda qoldirak, agarda biz endi bir hadislar o'qiymiz manda, butun arab tilida kelashakda endi arab tilini o'rganib endi o'qiy boshlasak, arabcha kitoblarida agarda ko'ramiz ekan, o'sha zayt so'zini endi anglashiladi, bu moyni anglatadi. Moy turida endi so'z bor yoki biror moyning endi fazilati turida, yaxshiligi turida, sifati turida so'zlanirga mumkin. Shunga ko'ra esda qoldiring. Zaytu. Maytu. May. Bizning sakinli biz o'rgangan ya harfi ikki nuqtali. Maytu. Bizda bit tatarlarda bor shulay mayit deylar, shulaymi? Mayit. Arab tilida da endi shu mayit shunday formada yoziladi. Ham shulay turidan turida bizning tatar tilida da tarjima etiladi. Mayitu ul mayit degan so'z endi. Ya'ni o'lgan kishining endi tani endi mayit bo'ladi, mayitu. Zaynu. Zaynu. Ra'yu. Ra. Bunda bit endi hamza, ra. Sakinli hamza, ra. To'xtaymiz. Anari endi ya harfi shumishga o'xshagan deydik. Nuqtasi yo'q, u bari shulay ya harfi deb o'qiladi. Ra, yu. Ram, yu. Ram, yu. Yamanu. Yamanu. Yaman. Yaman ili bor bitinde shulay buni Yaman shulay yoziladi. Yaman ili ham shulay Yaman deb aytalar, Yamin deb aytalar, endi o'ng yoqni endi. Agar ruscha aytsak правая сторона bor, o'ng yoq. O'ng yoq bor, so'l yoq bor. Arab tilida da endi Yamin deylar o'ng yoqqa, endi shulay Yaman. Shulay bir ma'nosi endi o'ng yoqni anglatuvini anglatadi endi Yaman. Nar yamu. Nar yamu.
Bu inде хатын кыз исеме Мәрьям. Мейзәру. Мейзәру. Меймәну. Меймәну. Әймәну. Әймәну. Әмрайни. Әмрайни. زيتين. زيتين. أيمين. ميتين. ميتين. tag'in bir o'qib chiqib yu aymu zaytu meytu zeynu ra'yu ramyu yemenu meryamu meyzeru meymenu eymenu emrayni zeyteyni eymeyni meyteyni. Bizde endi bu o'qilishi bo'ldi ham aytilishi bo'ldi. Hozir biz qarormiz harfning yozuv tartibini. Boshida nima bizning yozuv? 2 nuqta bilan o'rtada ham oxirida endi. Ham aytdik, oxirida qo'y bir vaqtda endi 2 nuqtasizda yoziladi. Nablayda yoziladi. Qo'y bir vaqtda endi nuqta bilan da yoziladi. Shuna ko'ra bizga daftarlarimizga endi boshda yozamiz endi. Boshida yozilgancha. Ondan so'ng endi o'rtada. Ondan so'ng endi ya harfin o'zini yozamiz. Ondan so'ng endi tav yozirga kerak harakalar bilan. Ya I yu şulay anları o'rtada yozilishsin. Ya I yu bulay deb 3 yo'l yozdik. Ondan so'ng yozamiz yani o'z yozilishi ya oxirida kelgan ayrim harfning ko'rsatuvchi I ham yu ham shulay aytib endi daftarlarimizga endi yozib chiqarish kerak. Ham endi o'rgangan so'zni da bizga endi yozib ketirga kerak. Zeytu moy. Zeytu moy deb nasıl öğrendik tabi Yemen o'ng yoq ekran bo'ldi. O'ng yoq yoki endi Yemen ili deb aytamiz endi.
Йемен иле. Һәм менә шушы кайбер гарәп сүзләрен дә инде безгә өйрәнергә һәм якларга кирәк инде. Һәм шулай ук иеше инде безнең шушы я хәрефен инде бүген өйрәнгән я хәрефен 10 тапкыр укырга һәм бер бит инде язып чыгарга кирәк. Мин күрсәткәнчә инде истә калдырыр өчен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.